Ustoz bu mayoq, ustoz bu nur. Tasavvur qiling, qop-qorong'i xona. Hech kim birinchi marta kirmoqchi bo'lgan odam u xonada nima borligini bilmaydi. Lekin ustoz ko'rgandan keyin o'sha xona xuddi bir yorug' nurday yorishib ketadi. Ustoz xuddi bir nurday, mayoqday, ustoz bir chiroqday yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi. Birinchi ustozim albatta maktab davrlarida til adabiyot ustozimiz bo'lardilar. Komila Abdurahmonovna derdik. Juda ham qattiq qo'l. Ba'zan biz qattiq qo'lliklaridan xafa bo'lganmiz. Lekin hayot yo'limiz davomida shuni angladikki, juda ko'p o'gitlar bizni hayot yo'limiz davomida juda kerakli narsalarni bergan ekanlar. Haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranj ila. Aylamak oson emas, aning haqin ming ganj ila. Men baxtim shundaki, hayotim davomida ustozlarimni ko'p bo'lganliklar va har birlarini o'sha hayot yo'lim davomida juda ham ko'plab nafaqat ulardan ta'lim oldim, ilm, bilim oldim, balki ulardan hayot tajribasini o'rgandim. Adolatli bo'lish bilan birga mehribon ustoz, qattiqqo'l bo'lish bilan birga mehribon, o'z navbati kelganda ham mehribon, ham qat'iyatli, ham qattiqqo'l bo'lish jihatlarini o'rgandim. Ustozlarimdan olgan o'gitlarimning eng kattasi bu barcha ustozlarim o'rgatganlarki, bu hayotda yolg'on gapirmaslik. Har qanday holatda ham yolg'on gapirmaslik kerak. Agar yolg'on gapirsangiz, hayot yo'li davomida qoqilish mumkin degan narsani barcha ustozlarimdan o'rganganman.